Jonginam yuraverdi. Qorni yo'q, bugun sizga guruh bilan sxodga boraydi. Nechikdami? Yo'q, adres o'zgargan, Sitimolda emasga. Ukam boshingdan qor yog'yordi-yu. Mashg'ul sizlarni lichit qilishga edi, yaqin. Ukam, sana masalaga qara, sendagi qor yog'ib yuradigan bolalarga eklar qazg'oga qarshi shampurlarni chiqarib qo'yibdi. Davay unda deysiz ko'ringlar, yaqin. Bro, shampuni sochimga juda yoqibdi-yu, qatdan qilsam bo'ladi. Nima deyapti buni eklarmi? Ukam, xohlasang uzun market kirib zakaz qil, xohlasang bozor ustidan tiqilyotibdi. Yoki yig'insang mahallaga chiqib sotaverasan. Masalaga fit qilaverib yalinmaganman. Kecha mahallada shapaloni yeb yurgan. Yaqin, ani kuni mahallada bitta chort nimaga qiluvdi, shapalot tortib oldim. Mashashlardan ilhomlanib ketdingmi deyman? Bu nazarda Muratni. Juda bu boshqa shampunmi deyman, sochimni silliq qilib qo'ydi-yu. Yo'q, ukam, bu ekilari keratin degan varianti. Danu. Bu chista kambag'al bolalardan pul olmaydi-yu, to'g'rimi? Tabbir.